Turkiyaga kelib eng ko'p pushaymon bo'ladigan odamlar kimlar? Siz hozir aytadigan odamlarimni eshitib, yo'q, men unday emasman deyishingiz mumkin. Lekin aynan shu toifadagi insonlar oxirida eng ko'p pushaymon bo'lishadi. Birinchisi, Turkiyada tahsil olmoqchi bo'lgan bo'lg'usi talabalar. Ular qaysidir firma yoki shirkatlarning gapiga ishonishadi. Hammasi zo'r ekan deb ikki og'iz gap bilan qaror chiqarganlar. Kelgandan keyin esa men o'ylagandek emas ekan deb afsuslanishadi. Ikkinchisi, Turkiyani TikTok va Instagram orqali tanib olganlar. Videolarda hamma narsa chiroyli, qahvaxonalar, sayrlar, dengizlar, lekin hech kim oylik xarajatlarini, ijara muammolarini, hujjatlardagi yugur-yugur ishlarni ko'rsatmaydi. Hayot esa Reels'dagi kabi montaj qilinmaydi. Uchinchisi, til o'rganmasdan kelganlar. Ko'pchilik o'ylaydiki, borsam o'rganib ketaman deb, lekin qattiq yanglishadi. Til bilmasangiz, oddiy ko'chadagi muloqotlarda ham qiynalasiz. Universitetda o'qib ketishni gapirmasa ham bo'ladi. Agar ishlamoqchi bo'lsangiz, lekin oddiy ishlarda ham eng oxirgi darajaga tushib ishlashga majbur bo'lasiz. To'rtinchisi, hamma pulini kelishning o'ziga sarflab yuborganlar. Masalan, biletga, hujjatga, shirkatga kelgandan keyin esa cho'ntak bo'sh. Va unutmang, Turkiyada birinchi oyda eng kerakli narsa bu orzu emas, zaxira puli. Va eng ko'p pushaymon bo'lgan odamlar hech narsani tekshirmay qaror qabul qilganlar. Chunki noto'g'ri universitetni almashtirish mumkin, noto'g'ri shahardan ko'chib ketish mumkin, lekin yo'qotilgan vaqtni qaytarib bo'lmaydi. Shuning uchun Turkiyaga kelishdan oldin shirkatni emas, universitetni tekshiring. Universitetda qaysi yo'nalishda o'qimoqchisiz, qayerda o'qimoqchisiz, to'liq ma'lumotga ega bo'lib, keyin qaror qabul qiling. Hissiyot bilan emas. Bu videoni esa Turkiya haqida o'ylayotgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.